Kino. Bu mavzu doim qiziq va ko'plab mulohazalar, bahslarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki har bir avlodning o'zini sevib tomosha qiladigan, qalbida iliq nostalgiya uyg'otadigan filmlar kolleksiyasi bor. Katta yoshdagi avlod uchun o'zbek sovet filmlari nostalgiya uyg'otsa, o'rta yoshdagi avlod ko'proq mustaqillikning ilk yillaridagi o'zbek kinosini qadrlashadi. Yosh avlod esa hozirgi zamonaviy o'zbek kinosini ko'rmasa ham bo'laveradi. Ha, bugun o'zbek kinosi juda saviyasiz ahvoldaligi barchamizga ma'lum. Lekin bu mavzu haqida keyinroq alohida ko'rsatuv qilamiz albatta. Bu video o'zbek sovet filmlaridagi propaganda mavzusining mantiqiy davomi. Birinchi qismni ham ushbu kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Hammaga salom, siz Sahifa kanalidasiz. Bugungi mavzuda biz sovet davrining so'nggi yillarida suratga olingan e'tiborga loyiq o'zbek filmlarini tahlil qilamiz. O'zbek sovet filmlaridagi mafkuraning o'zgarishi Sovet ittifoqining qayta qurish davriga to'g'ri keladi. 1985-yildan boshlab Gorbachov tomonidan yuritilgan ochiqlik va so'z erkinligi siyosati davlat senzurasi ancha yumshatilganligini kinolarda ham sezilib turadi. Avvalgi filmlarda ittifoq davrida yashash naqadar baxt ekani tasvirlangan bo'lsa, yangi davr filmlarida eski tuzumning kamchiliklari ochiq-oydin tanqid qilina boshlandi. Keling, quyidagi ikkita davrda suratga olingan ikki xil filmdagi yoshlarning kommunizm g'oyasiga bo'lgan munosabatini tahlil qilib ko'ramiz. Mahallada duv-duv gap va tangalik bolalar. 1960-yil suratga olingan Mahallada duv-duv gap filmiga Shuhrat Abbosov rejissyorlik qilgan. Bu ismga hali qaytamiz. Filmdagi yoshlar sovet g'oyasiga sodiq, ilg'or, vatanparvar, ko'zlari yonib, shag'dam qadamlar bilan baxtli kommunizm tomon qo'shiq aytib ketishyapti. Bu yoshlarda ertangi kunga ishonch ruhiyati yaqqol sezilib turadi. Bir 1990-yilda rejissyor Temur Malik Yunusov tomonidan suratga olingan Tangalik bolalar filmidagi yosh avlod esa sovet hukumatining eski g'oyalariga ishonmay qo'ygan. Hukumat ularni tushunmaydi va har tarafdan cheklashga va nazorat qilishga harakat qiladi. Lekin seni she'rlaringda meni kechirasan, u tushkunlik kayfiyati birinchi o'ringa chiqib qolgan. Qaysi jamiyatda yashayotganligimizni unutmasliging kerak. Yaqinda katta zavod, fabrikalar ishga tushadi. Senlar endi podavoqi yurmasdan elektron sistemalarda, ijtimoiy ishlab chiqarishlarda qatnashasanlar. Sen bo'lsang qayoqdagi yig'loq she'rlarni yozib yuribsan. Shoir birinchi navbatda o'z o'quvchilarini yorqin hayot tomonga ildam odim tashlashga da'vat qilish kerak. Demak, sizningcha men farovon turmushimizni, jamiyatimizning yutuqlarini, jo'shqin hayotimizni gullashim kerak ekan. Ha. Atrofda nimalar bo'lyapti? Xabaringiz bormi? Ya bu yoqda degan. Shuning uchun mashqingdan ig'vogar, giyohvand millatchilarni hidi kelayotgan ekanda. O, qishloqqa. O'zingizda qishloqda bo'lganmisiz? Bu yerning ahvolini bilasizmi? Birinchi filmda kommunizm g'oyasi ulug'langan bo'lsa, ikkinchi filmda bu g'oya tanqid qilingan. Sovet kolxozlaridagi eng muhim odam bu rais buva. Kolxoz ishchilari uchun u markaziy hokimiyat timsoli. Katta odam bo'lsa, hukumat boshliqlari uchun u faqat buyruqlarga itoat etadigan mayda amaldor edi. Keling, rais buva obrazi har xil davr filmlarida qanday tasvirlanganini ko'rib chiqamiz. Suyunchi va Abdullajon filmlari. 1982-yilda Melis Abzalov tomonidan suratga olingan Suyunchi filmida yosh qishloq raisi obrazi tasvirlangan. Qishloq aholisi raisning xabarisiz va ruxsatisiz bosh qahramon Anzirat buvi boshchiligida hashar yo'li bilan ko'prik qurishni boshlashadi. Bu joyga qishloq raisi yetib kelib, ularning qilayotgan ishini maqtaydi. Hatto rasmiy kiyimda bo'lsa ham hasharga qo'shilib yordam beradi. O'sha davrlarda bu kichik hokimlar obrazi juda ijobiy tasvirlangan. Men bilan maslahatlashsangiz bo'lardi. O'zingiz bilasiz, yaqinda qulib qurdik. Qishloqqa tabiiy gaz va doprovod o'tkazdik. Endi gal ko'prikka keldi. Sen rais qulub, vodoprovod, gaz deysan, odamlarni o'ylayapsan. Lekin
O'shan aytgan ko'prigini qachon qurasan? Bo'ladi. Ko'prik bo'lgandan keyin mustahkam, zamonaviy, har tomonlama haligi hisob kitobi to'g'ri bo'lishi kerak. Xo'p, hay. Bir 1991 yil yanvarida ekranlarga chiqqan rejissyor Zulfiqor Musoqovning Abdullajon filmi Sovet davrining so'nggi yillaridagi kolxoz hayotini satira ko'rinishida tasvirlaydi. Ushbu filmdagi Rais buva obrazi juda kulgili ko'rsatilgan. Rais buvaning kolxozdagi jarayonlarga ta'siri juda kam. Shunga qaramay, u hokimiyatini saqlab qolishga harakat qiladi. Filmda kolxozga o'zga sayyoralik Abdullajon kelib, aholiga defitsit resurslarini yaratib beradi. Shundan so'ng har bir mehnatkash o'zining individual qobiliyatini namoyon qila boshlaydi. Filmdagi bu g'oya umumiy xo'jalik davri tugab, xususiy tadbirkorlik vaqti kelganini targ'ib qiladi. Rais buva qishloq aholisining hukumat ko'magisiz rivojlanayotganini tan olgisi kelmaydi va mo'jizaviy o'zgarishlar yuz berishi ortida o'zi turganligini yolg'on targ'ib qiladi. Lekin baribir olqishlarga sazovor bo'lsa ham, ko'pchilikning ichida sharmanda bo'lib, ketmoni uchmaydi. Bunga chiday olmay, tepadan sakrab, o'zini o'zi mayib qiladi va ojiz ahvolga tushadi. Rais buvaning ketmoni uchmayotgani bu Sovet hokimiyati o'z kuchini yo'qotib borayotganini ramziy ma'noda tasvirlagan. Navbatdagi shedevr filmda paxtakor ishchilarining Sovet kolxozlarida qanday baxtli yashaganliklari qo'shtirnoq ichida chiroyli qilib ko'rsatib berilgan. Temir xotin 1990-yilda Isamat Ergashev tomonidan suratga olingan film Sovet kolxozidagi insonlar hayotini ochiqdan-ochiq tanqid qiladi. Ixtirochi Olimjon kolxozdagi mehnatkashlar hayotini yengillashtirish uchun robot ayol yasaydi. Sodda Qo'chqorboy esa robot ayolga uylanishning payiga tushadi. Ishchi robotni kolxoz raislari va boshqa amaldorlarga taqdimoti o'tkazilganda, bu byurokratlar hech qanday reaksiya bildirmay ketib qolishadi. Chunki amaldorlarga dalada tirik ayollar ishlaydimi, robot ishlaydimi, farqi yo'q. Paxta plani bajarilib, premiyalarni olishsa bo'ldi. Filmdagi robot alomat va Qo'chqorboy akaning quyidagi dialogi orqali asar muallifi Sharof Boshbekov necha yillardan beri aytilmay yurilgan haqiqatlarni robot ayol tilidan ochiqchasiga to'kib soladi. Hech kimni sizga rahmi kelmaydi. Afti angoringizga bir qarang. 40 ga kirgan, qirchillama yigitsiz u. Ko'rgan, sizni 60 ga kirgan deydi. Esingizni tanibsizki, mehnat qilasiz, lekin biringiz ikki bo'lmaydi. Paxtakorman deb ko'kragingizga urasiz u, ko'rpangizga paxta topolmaysiz. Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa. Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz. Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Unchalik emas. Ana hurmat taxtasida rasmim turibdi. Endi sizni bor umidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz. Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi? E'tibor bering. Kommunizm g'oyasi film bosh qahramoni Qo'chqorboyning ongiga shu darajada singdirilganki, aytilgan gaplar to'g'riligini ich-ichidan tan olsa ham, baribir biz yaxshi yashayapmiz deb mavjud tizimni oqlashga harakat qiladi. Biz ham bu propaganda qanday kuchli ta'sir qilganini o'tgan birinchi ko'rsatuvimizga yozilgan ba'zi izohlardan bilib oldik. Chunki izohlarning ko'pchiligi o'sha Qo'chqorboy akaning gapi bilan bir xil. Biz yaxshi yashaganmiz. Ko'rib chiqqan filmlarimizning barchasi mustaqillikdan oldin suratga olingan filmlar edi. Bundan ko'rinib turibdiki, Sovet davrining so'nggi yillarida filmlardagi g'oyalar propagandasi o'zgargan. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin eski tuzumni ochiq tanqid qiladigan filmlar suratga olindi. Bu filmlar orasida eng e'tiborga loyig'i qaysi deb o'ylaysiz? Otamdan qolgan dalalar. Yozuvchi Tog'ay Murod qalamiga mansub badiiy asar asosida 1997-yil suratga olingan bu murakkab syujetli filmda o'zbek oilasining 4 ta avlodi mustamlaka davrida qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirgani haqida hikoya qilinadi. Birinchi avlod Jamoliddin. Birinchi qahramon Jamoliddin 19-asrning so'nggi choragida Qo'qon xonligida yashaydi. Uning kasbi dehqonchilik. Rossiya imperiyasi generali Skobelev bostirib kelganida bosqinchiga qarshi kurashish o'rniga u qo'liga qurol olmay o'z uyini tashlab ketishga qaror qiladi.
Ana musulmon oyoq bosar yer qolmadi. Dehqon bosar yer qolmadi. Endi qayta u yoqqa qadam bosmayman. Amin. Men bu yerlardan ketishga majburman. Ota-bobolarimizning ruh arvohlari mendan rozi bo'lishsin. Allohu akbar. Shu yo'l bilan u o'z qadriyatlari va an'anaviy hayot tarzini saqlab qolmoqchi bo'ladi. Lekin rus askarlari uni baribir topib kelishadi. Оружие есть? Qurolin bormi deb so'ray qol. Qurolim yo'q. Говорит нет. Ko'rib turibsizlar-ku. Bu meni oilam. Xotinim esa homilador. Bezovta qilib tintuv o'tkazmay qo'ya qolinglar. Это он убил офицера. Oqposhsho ofitserni sen o'ldirdingmi dey? Men oq podshoga o'xshab qo'limni qonga bo'yamayman. Men hech kimni o'ldirmaganman va o'ldirmayman. Взять его. Идем, слушай. Bolalarni ehtiyot qiling. Alloh nasib etib bizga o'g'il bersa, ismini Aqrab qo'ying. Aqrab bu chayon degani. Dushmanlarimizni zaharli chayonday chaqsin. Boshimizga shunday kulfat solganlardan qassos olsin. Bosqinchilar, yuvuqsiz ko'pirlar. Ах ты тварь! Стойте! O'z xotinidan ayrilgan Jamoliddin tanlagan tinch yo'li xato ekanini tushunib yetadi va o'g'lining ismini Aqrab qo'yib, uni bosqinchilarga qarshi qurol bilan kurashadigan inson qilib tarbiyalaydi. Ikkinchi avlod Aqrab. Dehqon Jamoliddinning o'g'li Aqrab ulg'aygach, istiqlolchi bo'lib, yangi tuzilgan sovet hokimiyatiga qarshi kurasha boshlaydi. Sho'ro hukumati uni bosmachi deb ataydi. Мы с вами покончим, чего бы это ни стоило. Basmachi. Bosmachi? O'zga yurtga qurol bilan keladigan odamni bosmachi deydi. Biz o'z yurtimizda emas, o'z yurtimizni himoya qilyapmiz. Biz bosmachi emasmiz. Aqrab o'zining o'g'li Dehqonboyni ham xuddi shu vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi. Sovet hukumati baribir Aqrabni tuzoqqa tushiradi. Sen churkasan. Yurting ham Turkiston. Deydimi, Turkiston de. Men Rusiyaning Cho'chqayiston deyotganim yo'q-ku. Men yerim uchun, xalqim uchun qo'limga qurol olganman. Gapimdan ham, maqsadimdan ham qaytmayman. Ozod qilaman deb kelgan el qurol bilan bostirib kelmaydi. Ruslar hech kimga yaxshilik qilmagan. Qilmaydi ham. Va u bosqinchilarga qarshi kurashda halok bo'ladi. Uchinchi avlod Dehqonboy. Otasini o'limiga guvoh bo'lgan Dehqonboy ochiq kurashish yo'lidan voz kechib, ulg'ayganida tarix o'qituvchisi bo'ladi. Lekin yashirincha sovet davlatiga qarshi bo'lib qolaveradi. O'zi va kelajak avlod uchun ajdodlari tarixini haqqoniy yozib qoldiradi. Qo'lyozmam birovlarning qo'liga tushsa, o'zingiz bilasiz. Menga qarshi ishlatishlari mumkin. Ehtiyot qilib asrang, mehribonim. Baribir sho'rolarga bo'lgan nafratini qanchalik yashirmasin, maktabda cho'lpon va fitrat asarlarini o'quvchilariga o'qitgani uchun ko'pchilik o'sha davr ziyolilari kabi Stalin qatag'oniga uchraydi. Aqrab qorboshiyoqda qo'lga tushdingmi? Qamalib chiqdim. Oqlandim-ku. Gunohim nima? Gunohim bo'lsa qovla topaman. Urug'ingni qurtaman senlar. Xunasa. Otam seni xunasa derdi, chindan ham xunasa ekansan. Yana bir chiqsang, og'zingni otaman. Jajma! Yolg'izgina farzandim Dehqonqulni dalada tug'dim. Qush tinsa tindi, men tinmadim. Evaziga uni olib ketishdi. Qani o'sha adolating, muruvvating, adolat emish. Mana sen. Adolat. To'rtinchi avlod Dehqonqul. Otasi qamoqqa olinib, otib tashlangan paytda beshikda bo'lgan Dehqonboyning o'g'li Dehqonqul ulg'aygach kolxoz brigadiri bo'lib ishlaydi. U otasini tarbiyasini olmagan va sovet tizimiga sodiq, sodda mehnatkash inson sifatida ko'rsatilgan. Paxta planini bajarish uchun u jonini jabborga beradi va hatto o'z oila a'zolarini ham ayamaydi. Ketyapsan? Uyga, bu kishining dalasidan boshqa hech narsasi yo'q. Men ham uyga ketaman. Oyimlarga qarashaman. Nega ketar ekansan? Odamlar nima deydi? Brigadir xotini bilan qizi ishni tashlab ketdi demaydimi?
Bor paxtangni ter. Ey, planni bajaraylik. Brigadir, yarim kecha bo'ldi-ku, qachongacha ishlaymiz? Dalarga ham tugayapti. Kerak bo'lsa azongacha ishlaysan. Sovet hukumati-chi, bunday sodiq mehnatkashlarni shunga yarasha mukofotlaydimi? Yo'q albatta. Partiya mutasaddilari kolxozga kelib, qishloqning oddiy odamlarini tashqi ko'rinishidan tortib, yashash tarzigacha tanqid qilishadi. O'rtoq Botirov, bu ilg'or paxtakorlaringizni qanday qilib televideniya orqali ko'rsatasiz? Kiyimini qarang, ahvolini qarang. O'ziga qarab yursin. O'zingiz ham haligacha do'ppida yuribsiz. Kechirasiz. Eshaklarni yo'qiting. Xo'p bo'ladi. Eshak madaniy hayvon emas. Ey og'aylar! Ey birodarlar! Ya olinglar mana hayvonlarni ideologiya olib aytdilar. Ey Xolmat! Ya olmami eshaklarni, ya madaniy hayvon emas ekan buning-ku. Xo'p bo'ladi. Nima bu otga? Nimaga? Ot madaniy hayvon. Madaniy? Hadi. Menchi. Sen ham madaniysan. Markazdan kelgan televideniya bo'lsa, jonkuyar sodda mehnatkashlar bir yoqda qolib, kadrga chiroyli ko'rinadigan boshqa uyushtirilgan soxta paxtakorlarni suratga olishadi. Raysoda qizlar uchun jugut atlas kerak. Shuncha atlas qayerdan olaman? Bularni butun dunyo ko'radi. Markaziy televideniya orqali ko'rsamiz axir. O'rtoq Botirov, Labay. madaniyat uyidan atlas ko'ylak olib keltiring-da, hammasini kiyintiring. Bo'la qol. Xo'p bo'ladi. Это совершенно не годится. Bu nima deganingiz? Мы должны снять в нашем сюжете девушек-лакоробов, очаровательных, юных, свежих. Все должно быть красиво, как олицетворение самой перестройки. Bizning dehqonqul esa bitta o'ral mototsikl va gazetadagi u haqda yozilgan maqola bilan aldanib qolaveradi. Filmdagi ikkinchi darajali qahramonlar xarakteri juda yaxshi yoritilgan. Masalan, bosqinchiligini madaniyat olib kelyapman deb oqlaydigan Rus imperiyasi generali Skobelev. Великая Россия пришла сюда, в Азию, чтобы из вас, сартов, сделать цивилизованных людей. Biz bu yurtga sizlarni odam qilish uchun kelganmiz deyalar. Sho'ro oyasiga sodiq, No'g'ay millatiga mansub ofitser. O'rtoq Lenin, Turkistonni o'zbek deb ataymiz dedilar. O'rtoq Leninning so'zi so'z, gapi gap. O'ynab qo'ydim o'sha Leninga, xo'pmi? Nima? Sen qonxo'r bilmasdan o'rtoq Leninga til tegizmagin. Hali biz o'rislar bilan aka-ukadek bo'lib ketamiz. Stalin qatag'oniga itdek xizmat qiluvchi NKVD xodimi. Bosmachilarga ergashib yurgan ahmoqlar bor. Ularga ham aytib qo'ying, ularga shafqat bo'lmaydi. Sho'ro hokimiyati bundaylarni tag tomiri bilan ona yurtimizdan sug'urib tashlaydi. Yaramas bosmachi. Lekin sen kimsan? O'zingga bir qara. Iymonini, el yurtini sotgan xunasan o'zisan. Xunasa! Butun umri davomida paxta dalasidan boshqa narsa ko'rmagan ona. Ismi sharifim paxta. Paxta desa ham bo'laveradi. Kasbikorim paxtakor. Paxtakor Munis onaxon bu gap bilan o'zlarini isman ham jisman ham paxtaman demoqchilar. Karyerasidan boshqa narsani o'ylamaydigan Sovet ideologiyasi mudirasi. Xudo xohlasa yaqinda kommunizmga ham chiqib qolamiz. Yana xudo xohlasam. Kechirasiz. Partiyamiz xohlasa chiqamiz. Respublikamizda 400 ta ayol o'ziga o'zi o't qo'yib yuborgan. Sizdan iltimos qilaman. Mana shu ishlarni bosti qilib yuboraylik. Millati o'zbek bo'la turib, o'zbekcha bilmaydigan rejissyor. А вы не смогли бы заменить вот это платье? Оно старое. O'zbekmisan? Ha, o'zbek tilni bilmaydi. Har davrda bo'lganidek, hukumatga paxta qo'yuvchi maddoh shoir. O'zi chanog'ida jonin joylagan, jonim mening qoshu qavog'im xalqim. Mayin she'rlar bitay kaftingizga, mehnatkash qo'llari qadog'im xalqim. Bolasini bir chetga o'tkazib qo'yib, paxtasini yelkada ko'targan xalqim, go'dakday erkalab, ming egilib, har bitta g'o'zani o'polgan xalqim.
orom olishni u orolanishni qush uyqu tunlarga ulagan xalqim, jannatli yozlarda dalam ishim deb to'ylarin qishlarga ko'chirgan xalqim, bugun qadding ko'tar, men tiz cho'kayin, qo'llaring tarovat etolgan xalqim, mehnatkash qo'llari qadoqli xalqim. To'ylarini qirovga qoldirgan xalqim. Umumiy qilib aytganda, film tomoshabinga kuchli ta'sir qiladi. Lekin tan olishimiz kerak, filmda ba'zi sahnalar bo'rttirib ko'rsatilgan va tarixiy haqiqatga qisman to'g'ri kelmaydi. Shu o'rinda bir qiziq ma'lumot. G'oyaviy jihatdan bir-biriga qarshi bo'lgan filmlar, ya'ni Sovet davrini yorqin tarafdan propaganda qilgan Mahallada duv-duv gap va mustamlaka davrini qoralagan Otamdan qolgan dalalar. Bu ikki filmning qanday bog'liqligi bor? Albatta bu ikkala filmni ham bitta rejissyor suratga olgani Shuhrat Abbosov. Bu rejissyor shubhasiz O'zbekiston tarixidagi eng kuchli ijodkorlardan biri. Ko'rib turganingizdek, har bir film zamonga qarab o'sha davr propagandasiga xizmat qiladi. Mustaqillik davrining ilk yillarida ham kuchli ma'noga ega saviyali filmlar suratga olingan. Lekin bu davr filmlari haqida keyinroq alohida ko'rsatuvda gaplashamiz. Hozircha esa mantiqiy va tanqidiy fikrlashdan to'xtamang. Ko'rishguncha.